Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1. kısım 4. bab. Zayıf ravilardan rivayet qilishdan cheklash, zayıf hadislarni boshqalarga yetkazishdan ehtiyot qilish to'g'risida. 15. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Kelgusida ummatimning oxirida mening ummatimdan bir turkum kishilar maydonga kelib, sizlarmi ota-bobonglarmi anglab boqmagan so'zlarni, hadislarni so'zlab beradi. Ulardan qattiq hazar qilinglar. Chunki ular yolg'on hadis so'zligicha bid'atchi kazzoblardir." Muslim to'plagan. Sahih. 16. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Oxir zamonda nurg'un kazzob dajjollar maydonga chiqadi. Ular sizlarmi ota-bobonglarmi anglab boqmagan so'zlarni, hadislarni keltirib so'zlaydi. Sizlar ulardan qattiq hazar qilinglar. Ular sizlarni azdurmasin, botilni haq qilib ko'rsatib, fitna fasodga tashlamasin. Hazar qilsanglar, undaq qilolmaydi." Ahmad, Muslim. 17. hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: "Shayton insonning suratiga kirib olib, kishilarning qashig'iga kelib, ularga yolg'on so'zdan birini qilib o'tadi. Ondan ular tarqab, ulardan bir kishi, men bir kishining mundaq bir ig'iz so'zni qilganligini anglagan edim. Uni ko'rsam chiroyini taniyman, lekin uning ismini bilmayman" deydi. 18. hadis. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu mundaq degan: "Haqiqatan dengizda ko'z kishilar bilan qamoqliq nurg'un jin shaytonlar bordir. Ularni Sulaymon alayhissalom bog'lab qo'ygandir. Kunlardan bir kuni ular chiqib kishilarga Qur'on o'qib berishi mumkin. Ya'ni Qur'ondan emas narsani bu Qur'on deb o'qib berishi mumkin." 19. hadis. Taus rahimahulloh mundaq deydi: "Bushayr ibn Abbas radhiyallohu anhuning qashig'iga kelib, uningga hadis so'zlab berishga boshladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu uningga faloni hadisni qayta o'qig'ina dedi. U qayta o'qib berdi. Ondan yana hadis so'zlab berdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu uningga faloni hadisni qayta o'qig'ina dedi. U qayta o'qib berdi. Ondan Ibn Abbas radhiyallohu anhu uningga men bu hadisni bilmayman dedi. Bushayr, sen mening barliq hadislarimni e'tirof qilib, faqat mushu hadisimni inkor qilamsan, yoki sen mening barliq hadislarimni inkor qilib, faqat mushu hadisimni e'tirof qilamsan dedi. Ondan Ibn Abbas radhiyallohu anhu uningga biz faqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadis so'zlaydik. Chunki u chaqlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yolg'on so'zlanmaydi. Ondan keyin kishilar madihlanadigan va xorlanadigan yaxshi-yomon yo'llarga minib, mutafarriq bo'lib bo'linib ketganda, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadis so'zlashni tark etdik dedi. 20. hadis. İbn Abbas radhiyallohu anhu haqiqatan biz hadis yod oldik. Hadislar faqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan yod olinadi. Ammo sizlar madihlanadigan va xorlanadigan yaxshi-yomon yo'llarga minib, mutafarriq bo'lib bo'linib ketganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadis yod olinish bakli yiroqlab ketdi dedi. 21. hadis. Mujahid rahimahulloh mundaq deydi: Bushayr ibn Abbas radhiyallohu anhuning qashig'iga kelib, uningga hadis so'zlab berishga boshlab, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu uning hadislariga quloq solmadi, hatto qarabmi qo'ymadi. Ondan u: "Ey Ibn Abbas, men sana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan deb Rasulullohdan hadis so'zlab beryapsam, sen mening hadislarimga quloq solmayapsan-ku" dedi. İbn Abbas radhiyallohu anhu biz bir chaqlarda biror kishining Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq deganligini anglab qolsak, darhol ko'zlarimiz shu tarafga oldiraydi. Uning so'ziga diqqat qilib quloq solatdik. Ammo kishilar madihlanadigan va xorlanadigan yaxshi-yomon yo'llarga minib, mutafarriq bo'lib ko'rinib ketganda, biz faqat o'zimiz tunuydigan qisqacha tarjimalarni obdan biladigan eng ishonchli kishilarning hadislarini oldigan bo'ldik dedi. 22. hadis. İbn Abu Mulayka mundaq deydi: "Men Ibn Abbas radhiyallohu anhuga menga labzi qisqa, ma'nosi mo'l, o'zi ixcham, ammo yetarlik va nasihat qilib bir kitob yozib berishni so'rab xat yozdim. U Ibn Abu Mulayka nasihat qabul qiladigan, ham nasihat qilgan yaxshi bola. Men uningga nurg'un yaxshi ishlarni ixtiyor qildim. Men uning tarafi bo'yicha ko'p so'zlab ketmay, bakli oz, ammo yetarlik va nasihat qilib xat yozaman" deb Ali radhiyallohu anhuning qozilik qilgan vaqtdagi hukmlarini keltirib, uningdan narsa yozib boshlabdi.
Ondan u bir narsani eshiqtamchilib, Alloh bilan qasamki, Ali radhiyallohu anhu bunda hukm qilmaydi. Agar u bunda hukm qilib qolsa, cho'ng azon bo'ladi, debdi. 23-hadis. Taus rahimahulloh bundoq deydi. Taus radhiyallohu anhu bundoq deydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuga bir kitob keltirildi. Uningda Ali radhiyallohu anhuning qodilik qilgan vaqtidagi hukmlari bor edi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu uni ishonchsiz deb qarab, uni bir gaz miqdorda qoldirib qo'yib, qolgan barliq xatlarni o'chirib o'tdi. 24-hadis. Abu Usuq radhiyallohu anhu bundoq deydi. Ular Ali radhiyallohu anhu vafot bo'lib ketgandan keyin shu nurg'un narsalarni, ya'ni yolg'on hadislarni so'zlab ketganda Ali radhiyallohu anhuning amrohlaridan bir kishi Alloh taolo ularga la'nat qilsinki, ular nurg'un ilmlarni fasadlashtirib buzayotdi dedi. Ya'ni haq bilan botilni aralashtirib, yolg'on hadis to'qib chiqib, nurg'un sahih ilmlarga salbiy ta'sir ko'rsatdi. 25-hadis. Ibn Iyas bundoq deydi. Men Mughiradan Ali radhiyallohu anhu to'g'risidagi hadislardan faqat Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning amrohlaridan so'zlaganlarga ishonganligini anglagan edim.